Nechi pul oldingiz? Qimmat-ku bu. 12 yevromi turuvdi mana shu. Nechi pul oldingiz? Sama pochta. Ha, pochtasi mamaga. Limon. Nima ekan bu? Qimmat-ku. Qaysaysan? Limon ko'p. Nimasi bu hamma narsa? Ko'tarib bergan. Tinchlikmi? Senga valima berayin dedim. Voy kulakami? To'y sharofati bilan. Ko'tar bo'lsa. Mana mana senga. Asta. Meni olaylik. Kaçta ekan? Bu yana men anasini tanlagan edi. Bunaqa. Limonni tanlamadi. Ha shuni ani turtgan ham. Ayo, bu gap. Yo'q-ku, ularning joyida yo'q-ku. Nima buyurdi? Ber bu. Tut bachcha. Yo'q, bu qoshiqchasi. Ya dadasi, Bu bitta ber. Nima ber? Nimalarni yeysan? Ochapti. Bu kimniki? Bu kimniki TikTok? Bu yozasizlar. Bu menga. Yo'q, Ayubga bu. Ayubga. Ay bittayu bittani yozadi. Ha, bittayu bittani. Qalamay yozib chiqadi. Bu nima? Nima buyurdi? Ha, bitta kapshonka zakaz qo'ydim. Shuni atmay qilib yuboribsiz-a? Ya, mana zo'r narsa ekan. Topolmay yurdim shuni. Anaqa cho'ntagi bor, telefon narsa ekan. Ya dadasi. Bugun anaqa chorniy pyatnitsa bo'lyapti hamma joyda. Mana foydalanib, meni qochibdir. Mana shu televizorda oldik. Katta ekan endi olib ketish. Kassaga очередь shuncha. Tashqariga ham chiqib ketgan. Kassaga очередьga turishibdi. Kassa mana yerda. Bu tarafda. O, narigi tarafga ham ketadi deb kelgan. Bunaqasiga ham ketib, narigi tarafga ketadi. Kassa. Televizorlarga. Mediamarktda anaqa chorniy pyatnitsa. Men hamma mana unga qarab ketyapman. Televizor yonida turmay, mana yerda 99 yevro yozib qo'yibdi ekan. Hamma mana shu televizor 99 ekan deb qarayapti. Qanaqadir programmasini to'g'rilab berishni bir narsasi 99 yevro ekan. Bilmayman hech qanday nimasidir. O'ta tushunmayman. O'tgan yili plyussoz oldim chorniy pyatnitsada. Hali unda dadasi
anaqa ham olgan. PlayStation'ni bilasa olgan hozir. Dadasi. Yo'qotib qo'ydim qayergadir. Ochirib ketdimi deyman, pulini to'layaptimi deyman. Shunaqa gaplar. Nimada? Nima bu? Ayub. Senga. Ya, ahmoq. Ой, игра. Такое. Shoshilma, to'xtab tur. Yirtish kerak ekan o'sha yoq. Вау. Я его рапта. Qaysi bildi? Nima bunaqa? Hey. Qanday bildi? Qoch, hali igra qilmaydi. Kira? Unga mail ochish kerakmi? Email ochiladi dadasi. Dada. Anas tur. Anas ma. Yine qochib tur. Nima Ha, televizor. Ha? Qara, yoqqa qara. Yoqqa qara. Igra. Ana igra olib keldi dada. Qara senga igra olib keldi. Qani? Nima keldi? Vau, nimada o'g'lim? Teginmay tur. Uxlab qolibdi-da. Kichkina telefon, katta televizor bo'lib qolibdimi o'g'lim? Telefon ko'rib uxlab qolibdi. Ko'zini ochsa katta televizor. Hozir vitaminlarimni olgan keldim bolaga, o'zimga. Men salkam 1 yildan beri hozir vitamin ichirman, hozir qidiryapman. Okey, qolmaganmi? Ha, mana.
Shunaqa. Deyapman hozir. Bolalarnikini ham 1 yil emas, 2 yildan beri ichiramanmi deyman. Lekin hozir qidiryapman, topolmayapman. Buni salkam 1 yildan beri ichaman. Qora sidanamoyi, shuni kapsulasi. Bolalarga Qarshi bolalarga topolmadim. Yo'q ekanmi deyman. Bolalarga ham vitamin beraverman. Xo'sh, vitamin turli xillari bor bu yerda. Qarshi bolalarga topolmadim. Yo'q ekan. Oddiy обычный shuni olib ketaman-da. Qasdan olaman. Bu ham yaxshi. Vitamin D3. Yana bolaga mana qasdan ham berganman, Amigani berganman. Har xillarda berganman. Bundan ham berganman. Ya buni bermaganman ikkinchi. Shundan ham olishim kerak o'zi. Yana boshqachasidan berdim. Yo'q ekan bu yerda. Qarshi 2-3 xil yo'q ekan. Shampun olishim kerak. Shamponni ham salkam 1 yildan beri. U hammasini olib ko'rganman. Shunisi yaxshi ekanlar. Shunisi edi. Menimcha, yo'q bo'lmas. Bunisi olaman. Xo'sh. Yana nima olishim kerak edi? Yana oladigan narsalarim bor. Tishpasta, yo'q, bor hali. Yana nima olishim kerak? Kelgandan keyin esimdan chiqib qoladi. Nima olishim kerakligi. Xo'sh. Olishim kerak. Idishga. Kattasi yo'q ekan. Shu olishim kerak. Bo'lmagan. Pronto, le más.